Assalamu alaykum, hurmatli YouTube kanalini ko'ruvchilar, obunachilarimiz. Mana men o'zim Polshaga borganda mana shu gullarni olib keldim. Mana nomini ham o'qib turgan bo'lsanglar kerak. Atirgul bizni o'zimiz yalpoq tilda tushuntirganda 40 og'ayinlar degan rosa ham g'ush soladigan sort ekan. Menda bu gulim yo'q edi, shuncha mana shu gulni oldim. Ekib ko'raman endi mana. Upakovkasida keldi. Bunu kökəri yaxşılab ilzatdırıb, hazır mən yerga ekməyəm. Ne desənglər, gün issiq. Tüvəkki ekib alaman. Tüvəkki ekkəndən keyin yaxşılab kökərib, şaxatıb, boğandan keyin özünü pasiyayını turalğan joyiga ekəmən. Ongacha mən bunu özünü kökərtdirib alaman. Yıldızı da özü preslenip mene keldi bu. Yani yıldızları yaxşı, tamirları yemyeşil. Yani bir iki de pabegleri var mene, görün yakın olsa. Yani ünüp çıkıp geliyakalları. Bunu ben özümüzün adli yerge, magazinde satadığın grunt nima qildim, aralashtirdim. Azgina qum. 2-3 havuç kum aralashtirdim. Endi buni mana shu nemetek qilingan bu mana. Nemetekka qilinadi sırada, yaxda ham shundoq. Mana masjidning bo'g'imining yonidan chiqqan. Buni masjidgacha ko'mish kerak. Ekkan paytda mana. Chuqurroq ko'ylab. Bunga azgina men o'zimizning oddiy vodoprovodning suvini qo'yaman. Nega desanglar, tagiga tuprog'i suv yetmasligi mumkin. Mana shu yaqin paytda qo'ysanglar, stop namlanib turadi, nami ketmaydi. Mana yaxshilab o'rtasiga qo'yib oldim. Mana shu magazinning go'ngi, tuproq, qum aralashgan shu tuproqlarni solyapman. Apa go'ngi qanaqa, tuprog'ini sostavini ayting deysizlar. Mana sirazi etib ketyapman. Shuning uchun videoni o'tkazib olmay ko'rsanglar, mana shularni barini etib beraman men. Özümüzün adli yer, magazinni grunti, chetlarini mana sal basib qo'yamiz. Qum bo'ldi, azgina qumni uncha ko'p qo'shmaysizlar. Suv quyganda hozir bu cho'kadi. Cho'kishini hisobga olib, sal ko'proq solib qo'yaman mana go'ngini. Mana o'nib chiqib turgan nimasini ochib qo'yamiz sal. Mana. Endi buni ustiga men go'ngiga suvga her daim qındaq bumat kalini qo'shaman. Ildizlarni atib baquvvat qilishiga, o'sishiga yaxshi yordam beradi. Mana 10 litrlik lekamga 2 ta qalpachoq qo'yaman. 5 litriga bitta o'zi bu, 10 litriga mana 2 ta. Endi men shuni mana lekadagini suvini aralashtirib olib, atirgulga joy chetidan quyib chiqaman mana. Suvga to'yintirib qo'yish kerak buni. Bu gulimni mana qanday o'syapti, shaqlayaptimi, barglar chiqyaptimi, qanaqa nima bo'ladi ko'rsatib boraman buni ham. Video obzor qilib boraman mana. To'ldirib quyib qo'ydim. Shu tuprog'im meni quruq. Qumam, magazinning grunti ham bari quruq edi. Shuning uchun men shu tuvakning tagidan suv chiqquncha suv quyib qo'yaman. Endi buni men mana yerga qo'yib qo'yaman. Chetlari shtob seman emas, yerda bo'lsa uncha issiq urmaydi. Betga sal abetgacha kun tushadi, abetdan keyin mashinavesni salqini tushib turadi. Men shu joyga qo'yib qo'yaman. Tagidan suv chiqquncha qo'yaman. Mana hali tagidan suvim singib bo'ldi, hali biroq suv chiqmadi. Yana suv quyib qo'yaman. Keyingi videoda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar. Kommentariya yozib qo'yinglar, xursand bo'laman. Hammaga xayrli kun.